Bilasizmi, nima uchun men Alberto Fantraoga uy, mashina va pul sovg'a qildim? Chunki u mening orzuyim uchun o'z orzusidan voz kechgandi. Chunki biz oddiy bolalar edik, ikkalamiz ham Sporting Lissabon klubiga kirishni orzu qilardik. Bir kuni muhim o'yin bo'ldi. Skautlar kelgan edi. Ular aytdi, kim ko'proq gol ursa, o'sha jamoaga olinadi. Avval men gol urdim, keyin Alberto. Ammo o'yinning oxirida Alberto darvozabonni aldab o'tdi. Qarshisida ochiq darvoza, aniq golli vaziyat bor edi. Shundan so'ng u to'pni menga uzatdi. Men gol urdim. O'yindan keyin undan so'radim, nega bunday qilding? U shunday dedi, chunki sen mendan kuchliroqsan, men senga ishonaman. O'sha lahza butun hayotimni o'zgartirdi. Alberto futbolchi bo'la olmadi, ammo men u futbolchidek yashashiga harakat qildim. Chunki bunday sadoqat bundan ham ko'proq narsaga arziydi. Sizda ham shunday do'st bormi? Bo'lsa, izohlarda uni belgilang. Agar kanalimizni kuzatib bormasangiz, bizni yana ko'rish ehtimolingiz juda kam. Lekin obuna bo'lsangiz, tabriklaymiz. Bu yog'iga har kuni yangi bilimlarga ega bo'lasiz.